Buni aytishga vaj qoldiryapti-da muxlislarni. Shuning uchun Real Barselona muxlislari xursand bo'lishsin. Shu PSG bilan finalda yoki yarim finalda duch kelishmagan ekan. PSG va Interni finalga yetib kelishini kutganmidingiz? Final qanday o'tdi? Ochig'ini aytish kerak, boshida yangi format, guruh bahslari noqulay, hech kim tushunmayotgan paytda PSG guruhda qolib ketishi ko'proq finalga chiqishidan ko'ra taxmin qilingandi. Sababi juda og'ir taqvim edi. PSJga har bir setkadan eng noqulay raqib tushgan edi va oxirigacha bu o'z tasdig'ini ham topdi nisbatan. Manchester City bilan kechgan uchrashuvda dramatik o'yinda sharhlagandim, esimda bor. Comeback qilib olgan edi va o'sha 24 dan ichida qolgan edi. Lekin keyinchalik PSG butunlay o'zgardi. 25-yil butunlay o'zgardi. O'zgarishi asnosida ham baribir PSG oxirigacha yetib bormasa kerak degan taxmin bor edi. Endi ko'pchilik qatori kimdir ishongandir. Sababi PSG o'zi bundan oldin faqatgina Neymar davrida bir marta finalga chiqqan, Mbappe ikkisi. Shuning uchun haqqimiz bor edi buni o'ylashga. Lekin Inter o'zining yo'lidan chiqsa kerak deb o'ylagandim. Sababi Inter misol 4talik qolgan paytda yarim finalda eng kuchligi bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin Barselonaga, Bavariyaga noqulay raqib edi. Misol uchun Bavariyani musobaqadan kim chiqarib yuborishi mumkin deyilsa, Inter degan bo'lardik. Barselonani musobaqadan kim chiqarib yuborishi kerak deyilsa, nisbatan Interning o'yin uslubi mosroq tushardi. Mana shunaqa tarzda yetib kelishdi finalgacha. Interni kutgandim nisbatan, o'sha yo'lak e'tibori bilan PSJni kutmagandim, chunki PSG ancha og'ir tomondan keldi. U yerda Real bor edi, Arsenal bor edi, Liverpool bor edi va PSG o'sha 8talikka kira olmaganligi uchun bitta jamoa bilan qo'shimcha 2ta o'yin o'tkazdi. Brestga qarshi bo'lsa ham yetib kela olmaydi deb o'ylagandim. Ammo PSG ko'z o'ngimizda o'sib, ulg'ayib, bir katta jamoaga aylanib yetib keldi finalga. Ayniqsa PSJdagi eng asosiy qadrlaydigan jihatim nima? Jamoa butun siklda birgina Liverpool bilan kechgan uchrashuvda ozgina haligi ruscha aytganda panika deydi-yu, sal dovdiragandek bo'ldi. Qolgan barcha o'yinlarda, hatto XG da Arsenal ustunlik qilgan bo'lsa ham, baribir yutib olamiz va qo'shadigan yana qo'shimchamiz bor deb turib harakat qildi. Ana shu sezilib turdi. Hech qachon u quvlovchi bo'lmadi. Birgina o'sha Liverpoolga birinchi uchrashuvda zo'r o'ynab turib, yutqizib borib turib, baribir Dembelening goli bilan durang qilib olgan penaltilar seriyasida Liverpool endi Darwinga o'xshagan futbolchisiga ishongandan keyin penaltilar seriyasini yutqizadi. Birgina Liverpool munosib qarshilik ko'rsatdi. Qolganlar ustundek ko'ringan bo'lsa ham juda bir kuchini bir 80%, 70% ishlatib yetib kelgandek tuyuldi. Inter esa juda katta mehnat bilan, juda og'ir o'yinlar bilan, Bavariya bilan ham, Barselona bilan har jabhada ko'radigan bo'lsak, o'zi ikkinchi raqamda o'ynadi. Va ikkinchi raqamda burchak zarbalaridan gol urdi, qarshi hujumlardan gol urdi. Baribir raqiblardan kuchli emasdi o'yinda. Ammo Inzagining ajoyib qo'llanmasi, ajoyib o'yinga tayyorgarligi natijasida finalgacha yetib keldi. Menda final haqqoniy bo'ldi deb o'ylayman, sababi mana shunaqa nisbatan terlamasdan kelgan jamoa bilan bor bagajini oldingi o'yinlarga sarflab yuborib, finalni ham shunaqa qilib turib qaytarib olamiz deydigan jamoa o'rtasida bo'lsa, xotirjam yutar ekan. PSG zo'r jamoa, PSG kuchli o'ynadi finalda, lekin shu bilan birgalikda Inter ham yomon o'ynaganini qayd etishimiz kerak. Agar finalda PSJga qarshi uchrashuvda sen yaxshi o'ynasang 0-2 hisobda yutqazishing mumkin, lekin yomon o'ynasang 5 ta gol o'tkazib yuborar ekansan. Shuning uchun men ajablanmadim kechagi o'yinni sharhlay turib. Bular o'rtasidagi farq birinchi bo'limning dastlabki daqiqalarida yaqqol namoyon bo'ldi va pozitsion hujumdan birinchi PSG gol urgandan so'ng, golni ham juda aqlli, hali kuryozmas aqlli kiritgandan so'ng futbolchilar aldab-suldab Kvaratskhelia ichkariga kirib, Di Marconi ofsayd liniyasiga chiqarib yuborib, keyin u yerga Duye kirib kelishi, Duye o'ng tomonda o'ynaganda chapda paydo bo'lib qolishi va o'ng qanot himoyachisi so'nggi hujumchi ampluasida o'ynashi, bu tayyorgarlik, bu futbolchilarning bir-birini dinamikada zo'r tushunishlari
agarda qarshi hujumdan PSG birinchi golni urganda aytishimiz mumkin edi, ha Inter xato gol qo'ydi. Bu yerda esa g'irt pozitsion hujumda raqib 7 ta 8 ta bo'lib turib jarimachasi oldida yurganida gol urdi. Shuning uchun PSG haqli edi, hattoki yirik hisob qayd etilgan bo'lsa ham men aynan PSG uchun, Luis Enrique uchun yangi zamonaviy futbolga kirib kelayotgan bir uslub uchun xursand bo'ldim. Deylik, Interning o'rnida Barselona bo'lganida vaziyat qanday tus olishi mumkin edi finalda? O'zi Barselona bilan PSG o'ynashi taxmin qilingandi juda ko'pchilik tomonidan, chunki bu tomondan o'yin tomonlama eng kuchlisi Barselona edi. Buni menimcha ba'zilar inkor qilishi mumkin, lekin futbolni xolis ko'radigan odam Barselonaning bu yilgi o'yinlari ancha kuchli ekanligini ko'rishdi. Yaxshi bo'lardi Barselona chiqqanida final maqomiga mos uchrashuv ko'rishimiz mumkin edi, lekin hozir Barselona muxlislarini ko'pi shu Interga malomat qilishyapti. Inter o'tkazib yuborsa bo'lardi. O'zim sharhda aytdim, to'g'ri. Endi u 4-golni o'tkazgandan keyin u sharh ma'nosida aytilgan, izoh ma'nosida aytilgan gap edi, lekin muxlislar o'ylashyaptiki, agarda Barselona finalga chiqqanida PSJni yutishi mumkin edi. Men ishonmayman PSJni yutishiga. Ya'ni Barselonaning o'yin uslubi ayni mana shunaqa PSJga o'xshagan klub uchun muddao edi. Interga qaraganda Barselona qulayroq edi. To'g'ri, Barsa 2-3 golni topishi mumkin edi, uzoqdan bir narsalar qilib Yamal yoki Rafinha, ammo mana shuncha gol o'tkazish ehtimoli bor edi. Chunki Barselona bu yili 1000 ko'p gol urgani bilan juda ko'p o'yinlarda o'sha juda yomon mavsumini o'tkazgan Real bilan so'nggi klassikoda 3 ta gol o'tkazib yubordi. Qarshi hujumlarda qo'yib yuboryapti. Shuning uchun agar bu PSG bilan shunaqa yuqori liniyada o'ynardi Flik, finalda qattiqroq zarba qabul qilardi deb o'ylayman. Va bu og'riqliroq bo'lardi. Misol uchun Interga yutqazib chiqib ketgandan so'ng hozir muxlislar bemalol gapirishyapti-da, ha chiqsa bo'lardi deb turib shu narsani qoldirdi Barselona har holda. Lekin chiqib turib Interga deylik mana shu 3 ta 4 ta gol o'tkazib yuborib mag'lub bo'lganida bu yomon zarba bo'lardi. Mana Interni misolida ko'rishimiz mumkin. Inter finalgacha qanaqa katta ish qilib keldi. Napoli chempion bo'lishiga ham qaysidir ma'noda rozi bo'ldi. Kubokni boy berdi. Hammasini Chempionlar Ligasi foniga qaratdi. Chempionlar Ligasi uchun boshqalarni qurbon qildi. Va finalda yirik hisobda yutqazgandan so'ng mana hozir chiqayotgan xabarlarga ko'ra Inzaghi ketmoqchi, o'zi umuman bu avlodni almashtirish kerak edi. Katta hisob yomon, katta hisob zo'r kelgan yil davomida qilingan ishlarni parokanda qilib tashlashi mumkin. Shuning uchun Barselona aynan o'zidan nisbatan kuchsiz ko'ringan, aslida kuchsiz ko'ringan klubga yutqazib qo'ygani Real ham. Real baribir Arsenal bilan kechgan uchrashuvda 2 ta jarima zarbasidan kiritgan gol hisobiga yutqizganini bilib turibdi. Minkurtua qahramonlik ko'rsatgan bo'lsa, buni aytishga vaj qoldiryapti-da muxlislarda. Shuning uchun Real Barselona muxlislari xursand bo'lishsin. Shu PSG bilan finalda yoki yarim finalda duch kelishmagan ekan. O'zi bu finalda ko'pchilik darvozabonlar finalga aylanadi deyshgandi bu o'yinni. Menimcha shunday bo'lmadi. Endi mana o'zi sharhda bir qiziq gap ishlatdim, hech qachon ishlatmaydigan gapimni. Keyin o'zim ham kulgim qistadi. 2 ta darvozabonni vasf etib turib, maqtab turib, agar ikkalasidan bittasini darvozaga qo'yish kerak bo'lsa, qaysini qo'yarding degan savol berilsa, menga juda ko'p skilllardan kelib chiqib, haligi proval o'yini yo'qligidan kelib chiqib, hali qovunlari yo'qligidan kelib chiqib, Zommerni qo'yardim dedim. Va Zommer 5-6 ta zarbadan shuncha gol o'tkazib yubordi va qiziq tomoni, o'g'lim darvozabon, kelganimdan keyin, shaxtdan kelganimdan keyin Zommerni ayblaganimda u Zommerni himoya qildi. Aytdiki, u bo'yi kichikroq darvozabonlar. Shuning uchun bo'yi kichik darvozabonlarni bir og'riqli nuqtasi bor. Zarba yo'llanishdan oldin topish kerak dedi. Ya'ni shu tomonga otiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 5 tadan 4 ta gol boshqa tomonga otildi. Juda yaqin masofalardan tepilgan paytda faqat reaksiya ishga tushardi. Faqatgina otilibgina oldinroqdan harakat qilib turib bartaraf etish mumkin edi. Shu tomondan 1005 ta gol o'tkazib yuborgan bo'lsa ham, bu o'yin Zommerning provali demagan bo'lardim. To'g'ri, ozgina ishora qilib o'tdi Inzaghi intervyusida. Biz hech qachon o'tkazmagan gollarimizni o'tkazdik dedi. Lekin eslang, birinchi gol
pozitsion hujumda bo'sh qolgan darvozaga gol uryapti. U yerda menimcha himoyachilarning, tayanch yarim himoyachilarning super xatolari evaziga bo'ldi. Ayniqsa Di Markoning aldangani hisobiga bo'ldi. Ikkinchi gol epizodni oxirigacha yakunlamaslik. Nomini aytishimiz kerakda. Kimlar aybdor? Barella oxirigacha Pacho bilan kurashmadi va to'p chiziqdan o'tmasdan oldin o'zini tomonida Pacho yutib oldi va bu yoqqa qarshi hujum ketdi. Qarshi hujum endi birga-bir ketayotgan futbolchi. Keyin ikkinchi golda Di Markoning oyog'iga tegib to'pning yo'nalishi o'zgaryapti. U yerda Gianluigi Buffon ham to'pni qaytara olmas. Ya'ni farqi yo'q edi. Bu tomonga to'pning yo'nalishini payqab turib otilyapti, lekin Di Markoning oyog'iga tekkan to'p yo'nalishini o'zgartirib bu yoqdan kirib ketyapti. 3, 4, 5 ular hammasi birga-bir chiqib, juda yaqin masofalardan urilayotgandan kelib chiqadigan bo'lsak, Zommerni qiziq tomoni ayblamagan bo'lardim. Qutqarmadi. Ba'zan qutqaradi. O'sha Barselona bilan o'yinda haddan tashqari Yamalga yaxshi tayyorgarlik ko'rganidan balkim topdi, qaytardi qiyin zarbalarni, lekin o'sha o'yinlarda ham Zommer 6 ta gol o'tkazib yubordi. Shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Juda ko'p seyflar qilgan bo'lsa ham darvozabonlar o'yini bo'lmadi. Sababi biz Donnarumani bitta vaziyatda ko'rdik. Boshqa vaziyatda deyarli ko'rmadik. Chunki Inter haddan tashqari hech narsa qila olmadi va Interni barcha qurollarni kesib tashladi. Men hayron qoldim. O'yindan keyin darhol statistikaga e'tibor qaratdim. Statistikada o'zimcha taxmin qildimda, har bir futbolchi Inter futbolchisidan 1 yoki 1,5 kilometr ko'proq yugurgan bo'lsa kerak dedim. Undan ham ko'proq raqamlarni ko'rdim. Ya'ni Luis Enrique o'z shogirdlariga bitta narsani qattiq o'qtirgan. Shogirdlarga aytganki, gap taktikada emas bu uchrashuvda, balki ko'proq mehnat qilishlaringda. Birgina imkoniyat bo'lishi mumkin. Birgina epizodni hal qilish bo'yicha Inter master class o'tadi. Buni hamma ko'rdi, u ham rosa ko'rgan. Shuning uchun o'sha bittagina imkoniyatga ham yo'l qo'ymaslik uchun kecha PSG futbolchilari o'z darajalarida yoki bir bosh baland o'ynashdi. Hammasi. Biror bir futbolchini misol 7 ball bilan baholash noto'g'ri bo'ladi. Hammasi 8 dan teparoq ball ko'rsatdi. Chunki rostdan ham bu Interni haligi epizodlarda yoqib baribir yoshi katta futbolchilar 90 daqiqaga taqsimlay olishmaydi. O'sha daqiqalarda birdan otilib chiqadigan chaqindek vaziyatlariga har doim tayyor turishdi. Ayniqsa endi uchrashuvning yaxshi futbolchisi Duye bo'ldi. Nazdimda o'yinni nazorat qilgan Vitinha edi. Pacho ham juda yoqdi menga. Vitinhaning harakatlari, bilmadim, Vitinha bilan Neveshni endi gapirsak bo'ladi. Pedri bilan Gavini emas, Iniesta Xavi deb turib, ikkalasi bir-birini to'ldirayotganligi va Vitinhani birinchi golda o'sha fahmlab turib o'rtadan to'pni uzatishi, keyin birdan hujum fazasini o'zi boshlab turib, keyin adashmasam Kvaratskhelia goli kiritilgan vaziyatdagi harakati yoki Duening ikkinchi golida umumiy fonda qaraydigan bo'lsak, bu qariya jamoa Interga qarshi yosh jamoa faqat yugurib ustidan o'tib ketib yirik hisobda g'alaba qozonishi kerak edi. Shuni qildi. Interning esa menimcha mental kuchi yetmadi. Bu ayblanadigan ham narsa emas. Inter juda ko'p energiyasini balkim Barselonaga sarflab yuborgandir, lekin final uchun ham har qancha tayyorgarlik ko'rsada, bu PSG kecha men birinchi bo'limdan keyin ba'zi futbolchilarning libosi terlamadi ham dedimda. Ikkinchi bo'limda ham shunaqa sezilib turdi. Vaholanki ular juda ko'p yugurishayotgan edi. Shuning uchun yugurib rohatlanayotgan jamoani yengish bugungi Interga, yoshi tajribali futbolchilardan tashkil topgan Interga qiyin edi.